Endi qish sovug'i, yozda issig'i muammo emas. Yana Poloritan mahsuloti O'zbekistonda. Sizlarga hozir yondirib ko'rsatib beramiz. Bundan oldin akalar buni staqanga tunka, ya'ni tomlarni tagidan tunkani tagiga qisanglar bo'ladi. Sababi bu tunkani serlashini 100% yo'qotib beradi va yozgi kunida issiqlikni ichkariga o'tkazib yubormaydi, qishki kunida sovuqlikni ichkariga o'tkazib yubormaydi. Konditsionerdan ham ekonom qilasizlar va qishda issiq tizimidan ham ekonom qilasizlar. Akalar ko'rib turibsizlar, bu yerga hozir yupqa tunkani ustidan qilib berishgan 35 plotnosli yana Poloritan mahsuloti. Aka bu yonmaydi hozir? Yonmaydi. Qani issiqlik o'tkazishini ham ko'rsatib beramiz. Gradusda sayib qo'yinglar bunga. Ko'rib turibsizlar, gradus hozir 18 gradusda turibdi. Bu tomondan hozir olov yoqamiz. Tunkani qisqartiramiz. Qizardi. Qaranglar. 1 gradusga o'zgardi. Ya'ni bu yerda hozir kamida 200 gradusli issiq bo'lgan. Qarang. Ko'rsatibsizlar. Ya'ni bu bilmaganlar uchun aytib o'tyapmiz. Bu narsani bilganlar o'zi biladi. Bu umuman issiqlikni ham, sovuqlikni ham o'tkazmaydi. Siz buni zavodingizga, korxonangizga, mabodo xolodilnik qilayotgan bo'lsangiz, xolodilnikka ham va shunaqangi tomlarga ham foydalansangiz bo'ladi. Akalarni sizlarga yoqib ko'rsatib beramiz. Bu o'zini o'zi o'chirish qobiliyatiga ega ekan, ya'ni olov yoqqan joyi qorayadi, lekin alanga olib ketmaydi, o'zini o'zi o'chirib qoladi.